Ama Agrobank'ni mijoziman. O'quv markazimiz bor. Va u yerda hozir 2 kishi ish bilan ta'minlangan va yana 3 ta odam ishga olmoqchimiz. Eski jihozlarni yangilash va yana yangi jihozlar olish uchun bizga 100 million kerak bo'lyapti. Shu uchun 100 million kredit olmoqchiman. Yaxshi. Tashkilotingiz nomi nima? Bizwan Group MG. Bo'lmasa siz o'quv markazisiz. Hozirgi kunda 2 ta ishchi o'rningiz bor, 2 ta kishi ishlayapti. Hozir kredit olsangiz, o'shani hisobiga yana 3 kishi yangi ishchi o'rinlarini yaratasiz. Yaxshi. Bizlarda bunaqa imkoniyat bor. Bizlarda 312-sonli qarorga asosan 100 million so'mgacha zalogsiz kreditlar ajratyapmiz. Tez orada agar siz bizlarga hujjatlaringizni taqdim etsangiz, agar tez orada mana shu 312-sonli qarorga asosan 100 million so'm kredit ajratamiz. Buning natijasiga yana ishchi o'rinlar tashkil etish